Bilishbaz aka. Ha? Ha? Deyishib qolib bo'ladimi? Yo'q, men telefon teqi o. Tingji emas. Ya unda voqea yo'q-chi bu. Rast tingji emasmi aka? Yo'q, unda bo'lmadi. Faqat tingji emas. Yo'q. Yanfullarım sayrılmaz oldu. Ma mening yanfunim emasmi aka? Qo'sh aka. Ha, gaqiliga. Yo'q. Davom etaylik. Tabii itiraf olmay turib oldi-ku. Qo'sh endi. Musiqinda o'tgan salom cho'q oyog'idan bir gap deb keldi. Odash Toshmamat Botirni shu maydonda ko'rima, yolg'iz yurdi, o'ziga o'zi so'zlab mengyotdi. O'zingdek bilimlanib, alhamdulillah ishlayotdi. Ansira qoldim odash, berib gaqilaymi desam, qo'rqdim, qaraylarim siq qo'yami deb. Ta'sir qilmadi dedi aka. Rost gap. Rost shumi aka shu? Ya endi ketmayman, unda ish yo'q. Voy bu. Dalilda ya bu. Materialni xil to'plab chiqibsan meni. Sakni mening aka nima qilsam bo'ladi? Endi aka yana bir savolim bor. Endi bunga men ishonmadim. Shaxsan men tijorat qilma. Lekin aka o'sha yerda bir gap chiqdi-ku. Men u odamdan sal deyish qadim, bu xato gap qilma dedim. Desam, yo'q, buzoq bo'lmay ish ishlagandan oldim. Toshmamat Botir o'sha bir tijoratdagi bir ish qilmadi, 1 million pulni tiqib qo'yib ketibdi. Aldab ketibdi Toshmamat Botirni. Biz eski bo'ldik, bir yaxshi o'g'lonimiz dedi. Bas aka 1 million ishlab bo'ldi. Hadi tijoratga unda dasimiz, unda hech qanday ish yo'q ukam. Aldыңlarma 3 qitim depti. Aldamchilar. 3 million mı aka? Şunun qanday kechikligini endi bilyapman. Xo'sh aka, endi Toshmat akamniki akasining uyi G'uljida men bilan bir yerda. Ammo hech samimiy o'xshaydi. Ras, men bek samimiy, yaxshi savol. Yaxshi o'tma, qarindoshlar bilan bek inoq ittifoq. Lekin bizning maldiki ayollar Belki ayollar endi soqamış Toshmamat qarindoshlar bilan bir ish bo'lib qopti, bir-birisi bilan qarashmaydigan bo'lyapti, bir iqtisodning gapimi, yap, jim turinglar ha. Bir pulma, nega bu ish qilib, sal bu bir ziddiyat o'qib, ba'zi qarindoshlar bir-birisiga qarashmaydigan bo'lib qopti dedi aka. Bu rasmi aka, bu faktni ko'rsatgina bu. Qarindoshlik Miras qolgan diyatlash. Miras qolgan diyatlash. Nechitegdi aka mirasni? Bir dayularni qop-qarolab kettirib ha. Uy. Ya endi bu bir endi aqlga muvofiq ishlarni bunga javob beryapti Toshmat akam. Endi aka menda masalan bizni haqlar birini so'rab qoladi, masalan yordam so'raydi, maslahat so'raydi, berimiz-ku. Chamimiz yetadigan narsani berimiz-ku. Ota-onalarimizga qilamiz, ayol bolalarimizga qilamiz, zibu-zinnat yapamiz, qo'limizdan kelganini berimiz haqa. Hozir Toshmamat Botir po'atadigan bo'lyapti, yey. Onu ipirme yey. Mani ipirme bir fantaziyadek xalqning iqliq sig'maydigan bir nimlarni ipirme deydigan mushta bo'lyapti deydi rasmi aka. Qilaqma akam. Oyni julpay gidek. Biz nima qilib, oysiz biz qada qilmiz endi. Oyni birsiga berasiz aka. Qo'yashni bir akangizga berasiz. Marisi bir tuquningizga bir go'xo qilib berasiz. Yarasharmi evida endi. Tug'dimi deydiganlar. Mushtami gaplar bor akamdi siz to'g'riliq. Endi bir javob bersangiz bo'ladi. Oldi bilan shu bizga qimmatli vaqtini chiqarib, bizga energiya sarf qilib, bizning gap so'zimizni qilib Allohga rahmat aytaman. Dunyoda hikoyasi yo'q odam mavjud emas. Biroq hamma hikoyaning naqsh bo'lib ketishi natayin. Qandaqdir biz o'rinlagan naqshlar xususiy
o'zimizga vakillik qiladigan asarlar emas demoqchiman. Bu Çolpanların keynedin mi çık gep var. yana yaxshi o'z tutib qoldi meni. Vallahi aka, rahmat. Siz javobni tayyorlab bo'psizga, men qo'yib ketdim ham. Endi menda bir gap tash Mehmet aka. Endi sizni men shunday yaxshi ko'raman aka. Men yaxshi ko'rgan tarafingiz bunda 3 tarafni yaxshi ko'raman. Birinchi adab axliqingiz, odimiyligingiz aka. Naqshlaringiz ham so'yoq, hammamizning qalbimizdan yuqori o'rin oldi. Sizning mush kiyim kiyishingizning o'zi bir san'at tash Mehmet akamning kiyimi. Ras yarashtirib kiygan. Ben taşmetkamda kiyip bakay dep yaman tirişip baktım. Uğruqluydum ben ma. Fakat kılamadım ben, amal yok. Ya bir kemmem de iş kılıp. Hazır hem sizin kiyiminiz doğrultuda bir gepler var da cemiyette mişmiş gepler var. Taşmetmek Batur bir keçilikki basa şu keçiliknin layık kılıp mezmunuga, manasıga, rengleriga maslaştırıp bir kul kostüm tiktirip kiyip vardı ki ikinci kıdım taşlap deydi ki. Başka faaliyet kiyip mi koymaydı ki? Diye müşte bir gap çıktı ki rasmıymış. Bunday gap yo'q. Çort diyaga işim aka. Çort diyaga. Mevcut emas ko? Yo'q, bunday ish yo'q. Xo'sh, vallah. Tashmatkamning menda bor rasmlarini bir qo'yib beringlar. Mana aka. Ma qizil kostyum, o'qinglar tegdi xatni. Bu menaya yangi pandur. Ma yangi pamdurdakni kiyib bardiga. Yani ba, endi ilqi Elnuri Unzavudning politi kiyib olgan chapiningizni chiqaraman. Mana bu. Undiga xat bor kayinda, uni. Qarang aka, rostda? Ha, so'z isbot bilan Toshmatga, shohmatchilar jamiyati, naqshchilar jamiyati degandek jamiyatlar bor-ku. Endi shohmatchilar jamiyati kiyib olgan kostyumlar. Damka oynaydiganmi shu qani? Otlar vaka oldida. Aka, Ispaniyaga nechanchi yil chiqqan? Yo'q, bu so'qishtirishni aytgan chaqda. Chiqmagan, mani akamsiz men. Bu so'qishtirishning do'mi shu? Yana birini. Mani men topamadim aka. Qaysi bu o'zingizdan? Tapamadım qayerga Bu ekan. hamda Yeşil Asma restoranining ichilish murosimi. Ko'k Asmanning ichilish murosimida shunga kiygan Gulshanlar, Shamsiyalar riyosatchilik qilgan hammamiz bor shu Ko'k Asman, ha? Bo'ldimi? Yana birini. Ya hamda. Mana bu Toshmatkamning haqiqiy turmushdagi Toshmatkam. Rahmat. Ballarga ballıpçı bulup oturup pişpegen. Rahmet canım aka sizde. Rahmat. Çakçaklarımı razı bulun aka. Rahmat. Aileniz katılacağım. Dediniz salamet. Senet hayatınız tekimi güllek olsun. Toshmatkamni bir çabak bilen. Çakçakçığın gül çıkır gene. Ha, hürmetlik. Aziz Qamaşqullar, hürmetli mehmonlar. Sizlar uchun tayyorlagan bizning milliard madaniyat tarqish sheritimizning milliard chaqchaq sahnimizniki sizlar uchun tayyorlagan birinchi qismi mishada oxirlashdi. Mening chaqchaqlarim tugab qolgani yo'qmi, Xilmurat aka? Yana davomlashtiramiz. Rahmat sizlarga.